monitoring deydi. Monitoring degan bir narsalarni tekshirish yoki davomli kuzatish degan gap. Kuzatish degan gap, monitor degan gap. Masalan, jiroqdan uydagi ahvolni kuzatgili bo'ldi. Undan keyindan ma uy o'g'ir kirdimi, ashunga o'xshashchi. Undan keyindan ma health monitoring degan vaqtida badandagi sog'lomlikni tekshirish deydi. Monitoring ha. Va darslarni anglab tursanglar, hali sizlarga musobaqa qilib bermas. Ba'zan bir darslar mush nima to'g'riliq, mush servo to'g'riliq, endi sizlarga musobaqa tushib, shundan qilsizlar. Sizlarga hozir ma bu ba'zan bir nuqtalarni quvvasanlar qolay. Masalan, xiljiq so'zliklar hozir uyg'urchalar o'xshash bo'lib qoldi. Texnikalik so'zliklarning hammasi asosan inglizcha. Texnikalik degan gap, technical degan gap. Ashning o'zimi inglizcha gap. Ash inglizchadan kirgan. Shunga sizlarniki o'rganinglar bahli qolay. Masalan, o'ylab baqinglar, robot desa o'xshash. Robot deymiz. System deymiz. System desa sistema uyg'urcha bo'lgan chaqda. Automation deydi inglizcha, avtomatlashtirish. Mushlarning hammani qilib oldi. Mush Arduino, Tinkercad degan narsalar orqali, Tinkercad orqali buni taqlid qila olasizlar, simulate qilib. Undan keyindan mush narsalarni hammani yasag'il oldi. Automation, avtomatlashtirish. Sensor deydi. Sezgich. Yoki uyg'urcha sensor deb moldi ekan, o'xshashlar. Turkcha qoldi. Uyg'urcha sezgich. Yoki bo'lmasa sensor deb ikkilisini oldi. Undan keyin muallim. Nima? Siz qayta sizni ekranınız ko'rinmaydi, qayta şey qilsangiz. Ustoz men ko'ryapman. Ekran ko'rinmadimi? Sad iliqi nima sabitlashdan chiqadi. Pin bo'lishdan chiqadi, pin. Men qaytadan share qilayimsa. Ana bu to'xtab qoldimi? Share screen qilay. Qani mayada entire screen qilib qo'y. Assalomu alaykum muallim. Tinchlikmi? Va alaykum salom, tinchlikmi? Yaxshi, siz-ku? Yaxshi, alhamdulillah. Assalomu alaykum ustoz, men Aysha. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah. Qanaqasilam, yaxshi turdingmi? Menmi yaxshi. Alhamdulillah. Ama ekran endi ko'rindimi? Ha, amalli. Yaxshi. Danglamsa. Agar ko'rinmayapsa. Alaykum salom. Boshlab bo'ldik-ku? Ustoz. Ya boshlab bo'ldik. Qarasanglar, nurg'unlagan so'zliklar asosan nim bilan inglizcha bilan uyg'urcha o'xshib qoldi. Ana abam so'zlagan to'q robot dedik, sistem dedik, automation dedik, avtomatlashtirish, sensor dedik, sezgich yoki sensor uyg'urcha o'xshash. Motor dedik, motor qarasanglar inglizcha. Engineering dedik, engineer. Injenerlik. Agar engineer bo'lsa, engineer deb oldi. Loyihaga chirgandakcha. Engineering bo'lganda injenerlik deb oldi uyg'urcha bo'lgan chaqda. Masalan, uning keyinda sizlarga nima bilan so'zlagan to'xtagan chaqdami Arduino Project Hub deb, o'sha Arduinodan foydalanib projektlarning markaziy hub degan gap, markaz degan gap, hub. Mushada sizlarni ko'rib baqildigan bu yerda degan minglagan projektlar bor. Shu turmushdagi narsalarni hammani yasag'il bo'lgan. Undaqda sizlar uchun nimani o'ylab baqinglar desiz-ku, men kelgusiga bir yangi narsani o'ylab baqinglar. Mush orqali bir asosiy bilimlarni o'rgandinglar, andan kelar qismdagi narsalarning hammasi sistem yasash. Sizlar ma'lum bir narsani o'zingizlar o'ylab baqinglar, yo bo'lmasa dadash anashlar bilan so'zlashib baqinglar. Qanday narsa yazsam bo'ldi deb. Mushu darslarning oxirida-chu ma'lum bir proyektni tamomlaysizlar. Ma'lum bir narsani yasab chiqishlar. Unda bo'lganda siz shu project hub qilib berib baqinglar, men darsni to'rbita qilib qo'yamiz. Darsni mishni ko'rgandan keyin
mushak berib, qanday bir narsa yazsam bo'ladi deb, robot yazsam bo'ldi, sistema ma'lum bir sistem yazsam bo'ldi. Sistem degan chog'da bir ishlarni qila oladigan narsalarni ham sistem deymiz. Oddiy bir narsa bo'lsa uchun, masalan, nimaniki, mashinaniki meni sur'atini o'lchaydigan narsani bir sistem deymiz. Oddiylik qarasa, bir nechalar narsalar ketadi. Muallim. Nima so'ralingiz bor? Men bir narsa yasab bakkandim, lekin aniken bundoq buzilib ketgandi. Aniken men kodini qayta qilib bakay deb o'yladim. Yaxshi. Projektni yazsanglar biz bilan sizlarga bir nima avatimiz, tizimlash jadvali. Tizimlash jadvalida sizlar nimani yazsayman deb bir necha bolalar birlashib yazsanglar bo'ldi. Agar u yo'nli yaqin bo'lsa, bir necha bolalar birlashib yazsanglar. Agar ijro qilib qolgan chog'da yolg'iz qilsanglarmi, sizlarga yordam qilamiz shu ishda. Uning keyin Tinkercad'dagi Learning Center deydi, o'rganish markazi. Tinkercad'dagi o'rganish markazi, Learning Center degan gap markaz. Mushuni qarab, sizlar bir qor o'yinib baqinglar. Kelgusida nima ish qilaman? Qanday narsa yazsam bo'ldi? Nimaga qiziqsizlar? Oddiyroq, murakkab narsa yozayotmanglar. Har qanday bir sistem uchun mayli oddiy bo'lsin, mayli murakkab bo'lsin, bir necha narsalardan turib tarkib topgan. Bir sistema desa, uningki input, output deganda qismdan tuzildi. Input, output degan chog'da uningki kirish va chiqish sistemasi degan gap. Input degan gap. Muallim. Kechiraman, men sizning gapingizni bilayotganim uchun, ammo projektni qachongacha yasab bo'lmi? Yasab bo'lish kerak. Darsdan oxirigacha 6-oygacha bittasi bo'ldi. Uni tafsilotini keyin yo'llab beraman. Ma'qul. Uning bir shikoyat vaqt bor. Sizlarga o'rgatamiz mana qanday qilishni. Unda bo'lgan chog'da har qanday bir sistemani oddiylik qilib o'ylasanglar uchun, ya murakkab bo'lsa-mi, shu 3 qismdan tuzilgan asoslar. Birisi input device, ya'ni input sensors, ya'ni kirish uskunalari yoki sezgichlar. Masalan, ko'rish deydi, anglash deydi. Ashuna o'xshash narsalarniki. Undan keyindan output bo'lganda chiqish, ya'ni ma'lum bir harakatlantiradigan. Masalan, servo desa, bir chuglaydigan gap. Shu ishni aytishga yoki bo'lmasa bir narsani harakatlantirishga, ularning hammasini bu chiqish uskunalari deymiz. Output. Ya'ni qarasang input, output. Ya'ni in out. Qarsanglar. Undan keyin ma'u nimasi nima bo'ldi degan chog'da markaz, ya'ni CPU bo'lgan chog'da menga o'xshash deb o'ylasanglar bo'ldi. Masalan, ovoz chiqdi, bu chiqish sistemalari bo'ldi. Ma'lum, masalan, mashinaniki ham shu ovoz chiqara oladigan gap yoki bo'lmasa ma'lum bir signal beradigan gap, shunga o'xshash narsalarni output, ya'ni uni chiqish sistemasi. Şuna Arduino'dan foydalanıp yasaysizlar. Arduino aşınki merkezi, aşınki taxtalar va aşlarni şu kontrolluğuş hem de Arduino'da. Eng oddiy narsalarni yazg'ili bo'ldi. Yoki bir murakkabroq narsa yasay olasizlar. Oddiy degan chog'da bir servoni ishlatamiz eli. Murakkab bo'lgan chog'da-chu nurg'ulg'on shu nimalarni servolarni birlashtirib murakkabroq narsa yasag'ili bo'ldi. Buningda qanday narsa yasaysizlar degan vaqtida, masalan bir robot dedinglar. Bunda robot qanchalik murakkabdi deb o'ylab qolishingiz mumkin. Lekin buni o'quvchilar yasay oladi, bolalar yasay oladi. Buning robot qancha narsa ketadi degan vaqtida faqatla servo orqali bir robotni yasag'ili bo'ldi. Ashlarniki yuqori tovan, o'ng so'l, astin üstün shunaqa harakatlantirgan qismlarni chiqara olsanglar, bir oddiy bir robot yasay olasizlar degan gap. Mana shu oddiy bir sistema, mana shu 4 dona nimadan tarkib topgan servodan. Eli servoni so'zlaymiz, hozircha bunda kallangizda shuni tushunib olishingiz kerak. Bu robot degan narsa shunday murakkabmi? Unchalar murakkab emas, uningki harakati murakkabroq hamda haqiqatan. Lekin o'xshash bir ishni takrorlaymi desa, u unchalar murakkab emas. Masalan, servo 90 gradus aylanda bu. Yana bir xili 180. 0 dan 180 gacha 180 gradus aylanda degan gap. Yoki bo'lmasam -90 dan
+90 deb ağrıydı bəzilərinə. Onu 180 gradus aylandırın. Ama şu bütün bir aylanıp çıkdı. Şuna sizlarga oddiy bir servoni o'qitamiz bugun. Lekin kelgusida balkim shu darslar oyoqlanishga yaqin, masalan, hozir 5-oy, 6-oy, 6-oyda tamomlaysizlar. 5-oyda har xil sistemalarni o'qitamiz, har xil narsalarni yasashni o'qitamiz. Sizlar hozirdan boshlab plan qilasizlar, nima yasasam bo'ladi deb shuni tayyorlig'ini qilib, 6-oyda undan maxsus bir narsa yasab chiqsizlar. Undaqda uni qanday narsa buni yasash uchun nimalar lozim degan vaqtida hammadan muhimi shu ideya. Ideya degan vaqtida ma'lum bir o'y fikr degan gap. Idea deydi inglizcha o'qiganchada, aynan shu nimalar o'xshib qoldi. Inglizcha bilan. Idea deydi. Idea to prototype, ya'ni ma'lum bir prototipcha, ma'lum bir narsa yasash. Ashuni bir tushkun yasash degandek-ku. Ideya. Ma'lum bir o'y fikringlarni shakllantirish kerak oldi bilan. Qanday narsa yazsam bo'lar? Qanday bir ish qila oladigan bo'lar? Ashuncha bir o'ylanish hammadan muhim. Agar bu ideal yaxshi bo'lgan, yangi ideya bo'lsa, yangi bir prototip yasay olasizlar. Bir go'zal bir ideya bo'lganchada go'zal narsa yasay olasizlar. Shunga shu g'oya bo'lish kerak sizlar, ma'lum bir narsa yasab chiqmaydigan. Unda bo'lganda, masalan bir qurilish ishchilariga nisbatan bir narsa yasaymi desam, men uni keyin ko'kitib qo'yman. Bir necha narsalar keltirdi. Masalan, what? Qanday bir narsa yasamoqchi? Masalan, kishilarningki ma'lum bexatarligini tekshiradigan narsa. Uning keyin sababini deyish kerak. Reason why. Ya'ni nima uchun shu ishlarni qilmoqchi? Uning keyin qanday qilish kerak? Mush ikkisini oldi bilan bilib olsanglar, uning keyindan nima narsalar ketadi? Qanday uskunlar ketadi? Uni qanday qilish kerak? Uning keyindan benefit, uning kelgusidagi foydasi degandek-ku. Uning kelgusidagi foydasi nima zodi? Boshqalarga beradigan. Shu ashunga o'xshash bir necha savollarga nisbatan sizlar yaxshi javob bera olsanglar, sizlar nurg'unlagan yangi narsani yasab olasizlar. Hatto musobaqa qatnasha olasizlar. Mana shu o'zingizning kelgusiga nisbatan bir musobaqa qatnashishning asosi qilib qo'yinglar. Oldi bilan bir yaxshi bir fikrlarni shakllantirib, sizlarning maktabingizda musobaqa bo'lamdi, bir shaharda musobaqa bo'lamdi. Ashlarning hammaga nisbatan bir o'zingizlarning kelgusiga bir tayyorlaninglar. Turkiyada jiq bunday musobaqalar, men nimalardami jiq, men Kanadadami, lekin boshqa davlatlarda bo'lish kerak. To'liqotlarning musobaqalari, to'liqsizlarning musobaqalari degandek-ku. Har xil musobaqalar bor. Shu musobaqalarga o'zingizni bir tayyorlab qo'yinglar. Mushni bir asos qilib beringlar. Sizlar biz yordam qilamiz. Unda bo'lgandan keyin musobaqa qatnashsangiz nurg'un narsalarni o'rganib ola olasizlar. Undaqda oldi bilan bir servoni ko'rmoqchi, ya. Abi ham bir necha servoni ko'rdik. Men sizga deb berdim, bir necha 4 servo orqali bir robotni yasali bo'lganini deb berdim, ha. Masalan, meniki o'ng'a so'lga to'lg'indi, ma bir qismi. Yani miyada bir qismi 5. Masalan, ma servoda nima qilib bo'lgan chaqda masalan tamni sirlaydigan, yoki bo'lmasa ma'lum bir ishlarni bajaradigan, bir narsa ayndamanga yetkazadigan degandek-ku. Shunga o'xshash ishlarni qilib bo'lganligi uchun shunga 4 servoni ishlatibdi. Undaqda ashlanizga bir servoni ko'rib boqaylik. U qanday narsalardan tarkib topgan o servo desa, o tishliqchoq. Masalan, uni tishliqchoq bor. Ashlarni harakatlantirib berish rolini o'ynaydi-da. Uning chaqpiligi. Uning kelma gears deydi. Tishliqchoq. Masalan, gears bo'lgan chaqda masalan velosipedga ishlata olasizlar, shunami? Velosipedda gears bor. Velosipedni adam qilish uchun ishlatilgan gap. Buningki bir qismi. Uning keyindan motor bor. DC motor deydi. Uyg'urcha qarasanglar motor deydi. Shunga uningki uyg'urchasini yozmadim. Aylantirib qilib berilgan gap. Uning keyindan position potentiometer deydi. Uningki uyg'urchasi ma'lum bir o'ringa, ya'ni potentiometerga uyg'urcha yapdim, ya da og'iz qarsak uni uyg'urcha potentiometer deb oldi ekan.
Ya'ni ashninki nimani qarshiligini tangshash orqali kuchini yuqori tuvan qilgan gap. Shuning bilan bakkaroq aylanadi. Masalan 0 dan 180 ga bormoqchi bo'lsanglar, shu potentiometrni chultisizlar. Chulasanlar, ash eng tuvandan eng yuqori bo'lgan gap. Masalan, chiroq, ba'zan bir chiroqlar bor, nurni tangshig'ilib bo'lgan. Buningda potentiometr keltirgan gap. Ya'ni potentiometr bo'lgan chaqda ashninki qarshiligini tangshash orqali ya'ni qarshiligini yuqori qarshilikdan tuvan qarshilik qilsak, uningki to'qninki nimasi power deymiz, uningki kuchi tuvandan yuqorilaydi. Shunga buni potentiometr deb topdi. Masalan, buni potentiometr bor. Uning ichki qismlari. Uning keydi microcontroller bo'lganda, buni microcontroller. Ya'ni ashuniki qismi. Undaqda buningki buningki bir ichidagi qismiga nech qismdan tarkib topdi. Buni 100% bilib ketsanlar bo'ldi. Asosliqi qanday ishlatimiz deganni bilishinglar kerak. Buningki qanday tarkib topdi degan chaqda Uyg'urchasini ko'rib baqilay. Uyg'urchada nimadagi vatandan chiqqan kona bir kitobcha bor ekan, xili uzun burun chiqqan ang dastlabki. Men sizlarga shu kitobdan bir rasmni ko'kitib qo'yay. Lekin bizga yangi Uyg'urcha materiallar yo'q. Shunlashqa men sizlarga darslarni Uyg'urcha qilib yutyapman. Bunaqa-chu. Uyg'urchani amal tushunamsizlar, inglizcha so'zlashim kerakmi? Biz Uyg'urchani tushunolmaymiz. Uyg'urcha tushuna olamsiz? Yaxshi. İngilizce söz yaparsan çok yaxshi bo'lamdiki. Bo'ldi. Okay, we have a servo. This is one servo. One servo has a lot of components. One is the gears, chiqchoq, DC motor, motor qismi. Undan keyin potentiometer. Potentiometer is exactly potentiometer. Uyg'urchami. Undan keyin microcontroller. Ashni adjust the position. And then bu Uyg'urcha materiali ashuniki chiqchoq tarkib qismlari, ammo qarsanglar hammasini ajratibdi. There are several different types of gears. Buni gears deymiz. Uning keyindan DC motor bo'lganda tok motori, ya'ni DC motor. And then potentiometer, and then kontrollovich. Mush qismlarni hammani qo'shib kelsak, bir nima shakllanadi. Mana o'xshash servo motor. Servo motor. Mana mush qismlardan tuzilgan. Gears, uning ish qolgani ichki qismlar olib men so'zlagandek. Undan keyin Tinkercad qarsanglar, Tinkercadda rasmni mana shaklda ko'rsatadi. Buniki shu Tinkercadga ko'rsatilmasi, Tinkercadda mana lekin o'xshash shakldagi emas, ammo rasm bo'lgan keyin azroq farq qildi. Undan keyin mana 3 dona sim bor. Ama o nima qarsanglar? Servo qarsanglar. Buni 3 dona sim bor. Undan keyin rasm qarsanglarmi 3 dona sim bor. Lekin rangi azroq farq qilib qoldi ekan. Ashuna diqqat qilmasanglar bo'lmaydi. Undan keyin maniki rangi azroq farq qildi ekan. Oldi bilan mana Tinkercadga tushunib o'taylik. Bu servoni aylantirish uchun 3 dona sim ketadi. Yani buniki qarini ne qo'yamiz? Ground shunami? Genede. Genede. Degan gap. Ground degan gap yerga. Ground yer qildik. Qizilni qani qo'yamiz? 5 volt. 5 volt qo'yamiz. Yaxshi. Undan keyin buningga butun bir tok yo'li shakllanadigan gap. Kirish chiqish. Yani 5 volt bo'lgan chaqda bundan kiradi. Undan keyin groundga borgan gap. Bunda bir sistem bo'lib aylanadigan gap bu. Tok. Undan keyin bu yerda signal. Ma qarsanglar, maranglik bu simni signal qilib ishlatilgan gap.
shu Arduino orqali buni kontrol qilamiz. 90 gradus aylanib, 180 gradus aylanib, 125 ga aylanib, yoki bo'lmasa to'xtamay aylan deb. Masalan, niminiki soat qarab qolsanglar, ba'zilari soat yasab qo'ygan gap shuna bilan. Shu choq aylandi-da, shu az-azdan aylanib, shu soatninki yasalishi, endi mexanik holat yasalgan. Hozir uni orqali shunga o'xshash oldirma aylantirib qilib bo'ldim. Chunki vaqtni bilsizlar, qanchalik aylandi uni biladigan gap shunga o'xshash. Mana buniki signal. Endi meniki nimasi servoninki aslidagi servoni ishlatsanglar, men rangi azroq farq qildi ekan. Buniki men qizilni qizil bilsizlar. 5 volt bo'ldi. Endi men bu qo'ng'irang kagini yag ulaysizlar. Men qo'ng'irangni, uning keyin men sariq ranglikni signal bo'ldi. Shu nimaga ulagan vaqtingda amaliy shu hardware-ni, ya'ni qattiq detalni ishlatib boqmay desanglar, sizlar chuqum shu nimani ishlatishinglar kerak. Shuni ulashishinglar kerak, to'g'ri shaklda ulashishinglar kerak, ha. Mani farqlantirib olinglar. Mana bilan Tinkercad bilan Arduino ishlatgan amaliy qattiq detalniki azroq farqi bor ekan. Buni sizlar yaxshi farqlantiringlar. Bu to'g'riliq savolinglar bormi? Bu oddiy qismi. Hozir Ehson o'g'lim nimani ko'kitib berdi? Ehson ustoz sizlarga shu servo motorni qanday kontrol qildi degan shu amaliy ko'kitib berdi. Men sizlarga tushuntirib o'tay buni. Eng oddiy sistemadan texnik murakkab narsa yasay olamiz. Bir tal servodan foydalanib bir sistem yasagan bo'lsak, 4 tal servo orqali bir robot yasay olasizlar degan gap. Ha, qaranglar. Birni yaxshi bilib olsanglar, 4ni birlashtirib bir robot yasay olasizlar. Intan yaxshi. Buningki kodi qismini bilan buningki bloksini ikkisini tang o'rganib olinglar. Buningki kodi qismi bilan intan murakkab emas, oddiyroq. Masalan, necha qismdan tuzilgan chog'da shu asosligi 4 qism bor. Yoki bo'lmasa 3 qism desa ham bo'ldi. Hamda normalda 4 qism deb olamiz. Masalan, men oldi bilan buningki include deydi. Servo H degani uningki library deydi. Ashuni yasalgan bir funksiyalik kutubxona sistemdagi. Ashuni ishlatilgan gap. Okay. The servo, it has coding part as well as blocks. So we need to know both of them. You can control using the blocks, but when it's complicated, you need to use coding. Agar oddiyroq bo'lsa, bir servo uchun blocks ishlasanglar bo'ldi. Lekin 4 ni ishlatma desanglar, murakkabroq bo'lib ketadi. Bir robot sistemini yasash uchun coding qilmasanglar bo'lmaydi. Shunlashqa men codingni o'rganib qo'yinglar. This is important. And this has 4 parts. One is the library. Library, its functions and how it works. Uning keyin bu birinchi qism bo'ldi. Library dedi. Menga bevosita olaveramiz. Unga blocks u library ketmaydi. Biz shuni ishlatgan keyin avtomatik shakllandi. Uning keyin ikkinchi qismi nima degan chog'da bir servo degan narsani yasab chiqadi. Masalan, shu library dedi. We use the library. Uningki men library qismini yasagan bo'lgan keyin shuningki bir objektni yasaymiz. Ya'ni servo 9 deydi. Servo 9 deb ism qo'yib oldik. Masalan, odam degandek bir odamni ishlatamiz deb olgan bo'lsak, uning ismini Amat ya Samat deb ism qo'ygandakchi. Andin shu Amat ya Samatni ish qilib o'raymiz. Aniqil, maniqil deb. Shunlashqa servo 9
Ya'ni server 9 deb 9-nomerlik server deb bir serverni qurib oldik. Undan keyin bizda jiq server bo'lsa, server 4, server 1, ya server 1, server 2, server 9 deb ismlarni qo'yish orqali shu serverlar harakatlantirilgan gap. Shunlashqa bir server deb shuni qurib oldik. Bundan keyin mush serverni ishlatamiz. Ma ikkinchisi. Buni creating object deydi. Ya'ni ashniki objektini yasash. Ikkinchi qadam. Uchinchi qadam nima bo'ldi degan chaqda setup. Setup ya'ni har qanday bir Arduino code ikki qismdan tuzilgan. Setup and the loop. All these servo code has two parts. One is setup, another is loop. Very simple. Intahan qolaylar. Buning setup and the loop. Ya'ni setup bo'lgan chaqda ashlaniki dastlabki shu nimasini mashinani xuddi o'taldirganga o'xshaydi. Setup degan gap startup deb tushunsan bo'ldi. Startup, start. Ya'ni setup. Ya'ni dastlabki mashinani qo'zg'atgan vaqtda servo 9 attached. Attached. Servo 9 attached. Ya'ni tutashdi degan gap. Servo 9 ni tutashdi. Xuddi endi hozir bo'ldi degan gap. Hozirlandi. Ya'ni 9-nomerlikqa biz mana 9-nomerlik tutashtirdik. Servoni undan keyin attach. Mana shunaqa komandasi. Undan keyin hozir bo'ldi, tayyor bo'ldi. Undan keyin loop degan gap mashinani mangdirdim degan gap. Mangdirish. Loop bo'lgan vaqtida qancha qismdan tuzildi degan chaq faqat write. Write bo'lgan chaq yozish degan gap. Men sizga davomli deb berdim. Sistem ikki qismdan tuzilgan. Birisi input, yana birisi output. Har qanday input bo'lgan chaqda read bo'ldi, har qanday output bo'lganda write bo'ldi. Har qanday all the systems has two parts. Input and output. Input you always read, for the output you always write. Shu qadar qulay. Har qanday sistemga ya'ni server degan gap output system. Ya'ni uni harakatlantirguz bo'lgan keyin write da yozamiz, output bo'lgan keyin servo 9, ya'ni 9-nomerlik servo write, ya'ni harakat qil. Ya'ni 90 degan gap ya'ni 90 gradusga keling degan gap. 90 gradusga bering degan gap. Undan keyin 2 sekund saqlagandan keyin delay. Ya'ni saqlash. Is delay. Undan keyin servo 9 write 180. Ya'ni 180 gradusga chuklang degan gap mana. Undan keyin yana 2 sekund saqladi. Endi davomlashaverdi bu ish. Davomlashaverdi. Har qanday davomlashgan 90 gradus bo'ladi, 180 gradus bo'ladi. Endi bu ish davomlashaverdi. Loop degan gap davomlashish degan gap. Davomlashish, ya'ni program tili bo'yicha davriylik deydi ekan. Davomlashish. Davomlashtirish. Qarasanglar 4 qismdan tuzilgan bo'ldi dedim ma kod. Ya'ni 4 parts of the complete code. Servo library include degan gap, creating the object, ya'ni objektni shakllantirish degan gap, servo 9, 9-nomerlik servoni shakllantirdik. Undan keyin setup, uning holatini shakllantirdik, ya'ni 9-nomerlik shu pinga tutashtirdik. Attach. Hozir bo'ldi. Undan keyin loop, ya'ni uni write qildik. Uni yasirdik degan gap. Uni harakatlantirdik degan gap. Buni hozir men koding qismini tushuntirib berdim. Ehson o'g'lim hozir buniki sizlarga nimani so'zlab berdim deb. Tinkercadni. Sizlar Tinkercadni ochib, sinab baxsan bo'ldi. Uning keyindan musobaqa bor. Mushu asosli mushu servo to'g'riliq musobaqa. And then Ustaz, al quizmi? quiz qilsalar, musobaqa qilsalar. To'xtab turinglar. Ehson nimani ko'kitib berdim. Tinkercadni, ha? Hozir ko'rsataman. Hozir ko'kitaman. Yo'q, hozir ko'rsatayim. Sizlarni tan qilinglar, ha? Ma'qul. Ekronni siz share qiling hamda. Mana hozir qildim.
Şimdi biz bugün biz işgal project yasayımız. Birincisi biz normal servo motorunu kurmuş. Andı yan birisi biz potensiyalmetini işletip biz servo motoru kurdu. Va bugun vaqt az qoldi. Birini ko'kitib tursangiz o'g'dak. Ma'qul. Chunki musobaqa vaqti yetmaqadak. Servoni Oldindan qilaymi? qiling, ha? Servoni. Yani potensiyalmetini qilaymi servoni qilma. Nimanilar? Servonini qiling, potentiometrini kelar qitam qilaylar. Hozir Ma'qul. musobaqa qilmasa bo'lmaydi. Ma'qul. Shunlashqa ballarni tanqib baqsin. Sizlar ham tanqib baqinglar, ha? Ma'qul. Bizni men gidecek tinkiga berip 11. sınıfta bir activity var. Şerefsiz iş kitap projekti kuralız. Hemen hazır. Mesela bunu kandak yasasına köstüpeyim ben. Yani hazır buna kalsa bu şu bir aylığında. Böyle çünkü bir aylığında 21 aylığında. Yani mesela bunu kandak yasasına köstüpeyim ben. Aldığımız müşterinin bir de Arduino alışımız gerek. Andan bir de servo motor lazım. Servo motorun kırgızı 3 aksı var. Müşkin ya yani ground. Şu power yani müşkin 5 voltla tutuş gerek. Hani müşkin signal yani bu şu bir de bundik sızıkı bağa tutuş gerek. Yani bu şu signal sızıkı bağa tutuş gerek. Ulaştı başlaydı. Ground ne ground olaylı. Ground normal katı karabolla. And then biz power ne? Biz 5 volt kullanıyoruz. Ha. Power 5 volt. Ground var. And biz signal ne? Biz 9 olaydı. Biz bu şu 9 olaydı. Ha. And biz mesela bundaki yaşana gerek. Bu şu power 5 volt. Ground var. And then signal 9 tutuş gerek. And biz kod ne sayılı? Bir şeyde kalsana rotate servo pen deyilən bir de kod var. Bizim şu blok işlətimiz. Endi şu rotate servo pen 9 ga tutuş gerek. 9 ga. Çünki bizdeki servo motor 9 ga tutaşdı. Şu signal 9 ga tutaşqandan keyin şu 9 bo'lish kerak. Endi biz 180 gradus aylansın. Endi bir sekund saqlan deymiz. Lekin bir sekund bas qilishimiz 2 sekund deydi. Endi biz servo penini biz əsl halda əklətiririk. Əsl halda 0 gradus oldu. Şu an bizim şu 9 0 gradus qaytırsın. And then yani 2 sekund saxlaylı. Yani bunu da tutuş gerek. Alın 180 gradus ayarında 2 sekund saxlap 0 gradus ayarında. Onda 2 sekund saxlap qaytı 180 gradus ayarında. Ana. Konu köməkçi bolsa bunun ek oldu. Ben bu şu Arduino'ga servo library'ne keldi. And servo qaysi bitqa tutuşuda. And ne şey qaysi bitqa tutuşqanı yazsaydı. And qancha chigiraydi müşri yazsaydı hammasi. And biz bunu bir maldırıp bakalım. 180 gradus ayarında and asga qaytdi. Yeni 180 gradus ayarlandı. And yeni 0'ga qaytdi. Sizler bunu yazıya aldınlar mı? muallim. Ha. Ne Kodni göremedim. Mana. Naqsini köməkçi mana kodmuş yerdə. Project'ın özünü köməkçi bolsanlar. Bizim sinifimizə belə, mən gedək 2-ci sinifə. And then activities'də 11-ci sinif deyilən bir yer var.
Şimdi başlanlar bu ikkita project çıkdı. Bu şu ikkisinden birisi bu. Ana. Ha. Tamam. Ma'qul. Endi biz bloket qilamiz. Vallahi endi biz bloket qilamiz. Ma'qul. Ma'qul. Mana hozir bloket. Ma'qul. Hozir ochyapman.